Ramazon oyi uchun pulli kurslarda sotiladigan bu shohona taom retseptini sizlarga hadya qilmoqchiman. Saharlik yoki iftorlik uchun bu ayni muddao bo'ladi. Birinchi bo'lib farshimizga mayda to'g'ralgan piyoz, chesnok, tuxum, tuz va murch solib yaxshilab aralashtiramiz. Quymoq uchun tuxumga tuz va yog' solib, venchikda yaxshilab aralashtiramiz va xuddi blinchikka o'xshatib pishirib olamiz. Mazali quymoqlarimiz tayyor. Ruletimiz ichiga solib o'rash uchun bizga rangli bolgarskiy va sir kerak bo'ladi. Ularni xuddi ko'rsatilgandek uzunchoq qilib to'g'rab olamiz. Kattaroq falga qog'oz kesib, ichiga qiymamizni solib, shunaqa to'rtburchak qilib tekislab chiqamiz. Ustidan quymoq qo'yib, ikkitadan rangli bolgarskiy va sirimizni qo'yamiz. Ko'rsatilgandek qilib tortib o'rab, rulet shakliga keltiramiz. Oxirigacha o'raganimizdan keyin yana konfet shakliga keltirib o'rab qo'yamiz va duxovkada pishirib olamiz. Suvlari oqib turadigan sochniy falgadagi kotletimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha. Ramazon keldi, Ramazon muborak bo'lsin, Ramazon sizga muborak bo'lsin.